Respublika miqyosida o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Surxondaryo viloyatida giyohvandlik bilan bog'liq navbatdagi jinoyat fosh etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida noqonuniy muomalada bo'lgan giyohvandlik moddalarini saqlash va tarqatishga urinish holati aniqlanib, gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi hamda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Denov tumani Vodiy mahallasida joylashgan yashash xonadonlarining birida qonuniy asosda tintuv tergov harakatlari o'tkazildi. Tintuv jarayonida qora rangli selofan paketga o'ralgan tashqi ko'rinishidan giyohvandlik moddasi ekani taxmin qilingan geroin aniqlanib, belgilangan tartibda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. O'tkazilgan dastlabki o'lchov va tekshiruvlar natijasida ushbu giyohvandlik vositasining sof vazni qariyb 700 grammni tashkil etishi ma'lum bo'ldi. Bu esa giyohvandlik vositalarining yirik miqdorda saqlanishi bilan bog'liq jiddiy huquqbuzarlik ekanligini ko'rsatadi. Mazkur holat yuzasidan tegishli moddalarga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda barcha holatlarga huquqiy baho berish, giyohvandlik moddasining kelib chiqish manbai hamda uni tarqatish bilan bog'liq ehtimoliy shaxslarni aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bunday tezkor profilaktik tadbirlar jamiyat xavfsizligini ta'minlash, giyohvandlik illatiga qarshi murosasiz kurash olib borish hamda fuqarolarning tinch va osoyishta hayotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.